Zokirjon Almatov. U 1949-yilda tug'ildi, lekin uning nomi 90-yillardan boshlab qo'rqinchli sukutga aylandi. 1991-yil 15-sentyabr. Mustaqillikdan atigi 24 kun o'tgach, prezident Islom Karimov uni ichki ishlar vaziri etib tayinladi. Tartib kuch bilan emas, salobat bilan o'rnatildi. Bu unga ishonilgan daqiqa edi. Zokirjon Almatov 2005-yilgacha, ya'ni 14 yil o'sha lavozimda qoldi. Boshqa rahbarlar o'zgardi, lekin u tizim ichida o'zgarmas kuch bo'lib qoldi. 1992-yilda general-mayor, 1996-yilda general-leytenant, 1999-yilda general-polkovnik. Unga bu unvonlar mukofot sifatida berilmadi. U bu darajalarni tartib uchun qadam tashlagan har kuni orttirgan. U prezident emas edi, lekin ayrim qarorlar unga qarab chiqarilardi. U chiqish qilmasdi, ammo uning jimligi minglab chiqishlardan kuchliroq edi. 2005-yilda Andijon voqealaridan keyin sog'lig'i sababli iste'foga chiqdi, ammo uning nomi tizimdan o'chmadi. 2018-yilda Ichki ishlar vazirligi maxsus yangi lavozim ochdi. Ichki ishlar vazirining maslahatchisi. Bu lavozim esa faqat unga qaytish imkoniyati bo'lishi uchun yaratilgan. Tarixda shunday odamlar bo'ladi. Ular haqida yozilmaydi, ular haqida shivirlanadi. Zokirjon Almatov ana shunday edi. Na shovqinli, na ko'rinadigan, ammo unutib bo'lmaydigan kuch.